Niyazmetova Leyla. Yılın başında şu yerde aksiyon orqali aldık. Tarvuz ekib foydalanyapmiz. 25 sotikka ekkanmiz. Buni sotib foydalanyapman. Daromadi yaxshi, hasili yaxshi tarvuzimizdan. Yer olib eksa foydaga kirib ish bilan ta'minlanadi. Yer olib eksa hech xor bo'lmaydi. Rossiyada edim. Nima ish qilardingiz? Stroykada ishladim. Hozir mana 30 sotikni o'z oilaviy ishlatyapsizlarmi? Ha, umri yo'ldoshim olgan ekan o'shanga. Nima ekansizlar? Foydalanyapmiz. Tarvuz ekkanmiz. Hozir endi chiqayapti. Endi bosh chiqib boshladi mana. Nima yordam kerak? Nima muammo? Muammo yo'q. Rahmat shu yerdan ajratganlar, yurt boshimizga.